Lekin hurmatli prezidentim, men sizni iroda qilizman. Andijondagi milisalaringiz ikkinchisi bor opami. Ayami qo'llari ishlanmaydigan ayami, tog'ami, do'mbami, opami 5 kishini qamab qo'yishdi. Men hech kimim yo'q. 1,5 oydan beri qattiq yeyapman. Ovqat yeyotganim yo'q. Menga yordam bering. Buvam, ayam hech narsa qilishgani yo'q. Dadam ham yo'q. 1,5 oydan beri ayam bilan ko'rishmayapman. O'zingiz yordam bering. Men ham sizni qizingizman-ku. Ana shu norasida go'dakda prezidentgacha murojaat qilishga majbur qilgan ichki ishlar xodimlari, qonun himoyachilari, agar shu norasida go'dakni himoya qilisha olmasang, bizga sanlarda nimaga keraging bor? Bu go'dakning nolasi tog'dek kelgan muzda eritib yuboradigan darajada har bitta ko'ngilni eritib, har bitta ko'zlarga yosh keltirib yuboradigan nola, nahotki sanlarda rahmingni keltirmaydi? Nahotki sanlarda farzandlaring yo'q? Nahotki sanlarga bu narsa qaytib kelmaydi ertami kechmi? O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Miramonovichga andijonlik yosh bir go'dak qizalog'imiz murojaat qilgan. Ushbu murojaatga bee'tibor bo'lmasdan yordam berishingizni so'rab qolardim va do'stlar, sizlardan so'rardimki, ushbu videoni maksimal darajada Mirziyoyev